Urbanizatsiya nafaqat qurilish yoki yangi uylar qurish masalasi, balki iqtisodiyot, ekologiya, transport, investitsiya va inson hayoti sifati bilan bog'liq strategik masalaga aylandi. 15 yildan keyin O'zbekiston aholisi 50 million nafarga yetadi. Bugungi shaharlarimiz ertaga shuncha odam uchun qanchalik qulay bo'ladi? Biz qanday uylarda yashaymiz? Xayrli kun barchaga. Bugun biz ana shu savollarga javob izlab studiyamizdagi mutaxassislarga gapiring deymiz. Assalomu alaykum. Urbanizatsiya darajasi degan paytda faqat Toshkentni tushunadi. Ko'pchilik bu narsa xato. 15 yildan keyin O'zbekiston aholisi 50 million nafarga yetadi. Biz qanday uylarda yashaymiz? Shahar bo'ladimi? Bu atrof muhitga zararsiz bo'lmaydi. Demak, reja bor, strategiya aniq. Aniq. Shunga tayyormiz demoqchisiz. Developerlar qurilish jarayonini eng yuqori pog'onalarga yetib keldi. Bu resurslar ham cheklanmagan emas-da. Shaharda muqim yashab turish uchun propiska bo'lish shart bo'lgan. Kopiyasini, nusxasini ko'chirib buni tadbiq qila olmaydi. Hozir shaharni tark etib, shahar chekkasidan bir uy olib yashaydigan payt keldi. Bugun mamlakatimiz aholi soni juda ham tez o'smoqda. O'sha yangi tartiblar, eski uylar o'rniga quriladigan loyihalarga ta'sir qiladi albatta. Infratuzilma va kommunikatsiyalar bu suratlarga qay darajada tayyor bizda? Yaqin o'sha 15 yil ichida urbanizatsiya darajasini 65% ga yetkazish rejalashtirilyapti. Bu aholi uchun qanday imkoniyatlar yaratadi? Bizda strategiya bor. 2023-yil 11-sentyabrda bu qabul qilingan bo'lsa, bu strategiyada har bir inson o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun munosib sharoit yaratish davlatimizning eng dolzarb masalalardan biri. Endi boyagi siz aytgandek aholi buncha darajaga yetishi deganda bularga uy-joy, boshqa resurslar kerak. Mana shu strategiyalarda 2030-yilga kelib 140-150 ming ko'p kvartirali bino uylarni topshirishimiz kerak ekan. Endi biz bu ishlarni oxirgi 9 yilda shunaqa darajada rivojlanish bilan harakat qilganmiz, shiddat bilan buni amalga oshiryapmizki, bu ishlarga biz erishib qo'yamiz. Endi bu aholi soni yildan yilga ko'payishi, 700 ming, 800 ming qo'shilishlarni hisobga olgan holda, endi biz 180 ming, 190 ming ko'p kvartirali uylarni topshirishimizga o'zimizga maqsad qilib qo'ydik. Demak, reja bor, strategiya aniq. Aniq. Shunga tayyormiz demoqchisiz. 2030-yilga bajaradigan ishlarni biz hozir bajarib qo'ydik. Misol tariqasida 140 ming, 150 ming yetkazishimiz kerak bo'lsa, 2025-yilning o'zida 135 ming ko'p kvartirali uylarni topshirildi. Bu yil 145 ming maqsad qo'yganmiz. Bu masalalarni oldindan amalga oshirish imkoniyati bizda bor ekan. Hozir infratuzilma tayyormi, yo'qmi degan narsani o'ylab qaraydigan bo'lsak, avvalambor Toshkent shahrini bilamiz. Bu millionli shahar hisoblanadi va unga yana Samarqand ham, Namangan ham millionli aholiga yetayotgan shaharlar hisoblanadi. Va hozirgi kunda aytadigan bo'lsak, 1991-yilda bizda urbanizatsiya darajasi 40.3% tashkil qilgan bo'lsa, hozirgi paytda bu 51% tashkil qilyapti. Va aytganlaridagi prezidentimizning 299-qarorlariga asosan barcha respublikamizdan viloyatlardagi Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda boshqa 12 viloyatimizda barcha shaharlarni, aholi punktlarini bosh rejalar bilan ta'minlash va ularning infratuzilmasi 20 yil davomida qanaqa o'zgaradi, ularga qanaqa qo'shimcha nagruzkalar bo'ladi, ularni hammasini bizdan shaharsozlar o'rganadi. Va yildan yilga bu ko'rsatkichlarimiz amalga oshyapti. Infratuzilma ham shu o'rinda nazarda tutilyapti. Albatta, chunki bosh rejada, chunki bu juda muhim. Turar joy binolarini ko'paytirgan bilan infratuzilma agar talab darajasida bo'lmasa, bu bir pul. Faqatgina hozir ko'pchilik urbanizatsiya darajasi degan paytda faqat Toshkentni tushunadi. Ko'pchilik bu narsa xato. Albatta, bizda Toshkent shahri bu bizda katta bir aglomeratsiya markaziga aylanib qoldi. Ya'ni Toshkent viloyatini boshqa yirik shaharlarning markazi Toshkent shahar bo'lib qoldi. Lekin hozir o'ylab qaraydigan bo'lsak, boshqa shaharlarimiz ham urbanizatsiya darajasi yuqorilayapti. Ya'ni buni biz qanaqa ko'rsatkichlar bilan belgilay olamiz? Ularning shaharsozlik hujjati bilan ta'minlangan yoki ta'minlanmaganligini hisobga olgan holda. Aytadigan bo'lsak, butun respublika bo'yicha endi ko'pchilik bunaqa ma'lumotga ega emas. 8068 ta aholi punkti bor butun respublika bo'yicha. Hozirgi paytda ularning 119 tasi shaharsozlik hujjati bilan shaharlar ta'minlangan. Ulardan yana aytadigan bo'lsak, 6000 dan oshig'i aholi punktlari yana shaharchalar. Ular ham hozirgi paytda 60% dan yuqori
shaharsozlik hujjati bilan ta'minlangan. Bular ham yana ko'rishimiz mumkinki, urbanizatsiya darajasi yildan yilga rivojlanyapti ularni. Barcha shahar va shaharchalarni shaharsozlik hujjati bilan ta'minlaydigan bo'lsa, siz aytayotgan muammolar ham o'z-o'zidan yechiladi. Kim xohlasa yo bo'lmasam lotga chiqarib turib, auksiondan sotib olibgina xohlagancha dom qura olmaydi emas. Davlat o'sha joyga mo'ljallaydiki, u yoq joyga yo'l yetkazishni o'ylaydi davlat, yoki infratuzilmani ta'minlaydi. Hozirgi paytda misol uchun yil oxirigacha davlatimiz rahbarimiz tomonidan 120 taga yangi O'zbekiston massivlarini yetkazish rejalashtirilgan. Bularni qilishdan maqsad aholini infratuzilma bilan ta'minlanmagan hududlarini shu orqali ta'minlash, cho'ntakbob uylar bilan ta'minlash maqsadida bularni hammasi qilinyapti hozirgi paytda. Endi mana yangi O'zbekiston massivlari haqida gapirdingiz. Mana shu massivlarni qurilish amaliyotida masalan qaysi jihatlari bilan boshqalardan o'ziga xos deb ayta olamiz? Hozirgi paytda buni yana bitta plusi ko'pchilik bilmaydi. Ko'pchilik investorlar shahar markazidan olishga harakat qiladi. Samarqand shahri bo'ladimi, Xiva shahri bo'ladimi, Toshkent shahri bo'ladimi, hamma uni shahar markazidan olishga harakat qiladi. Lekin ahamiyat bergan bo'lsanglar, aynan 2 kilometr radiusda yangi O'zbekiston massivlari joylashtirilyapti. Bu shaharni yuklamasini kamaytirish maqsadida ularni 2 kilometr radiusda o'sha joy aholini uy joy bilan ta'minlash, ya'ni uni qoq markaziga qurib qo'yish emasda, balki aholini qulay, o'zi uchun imkoniyatlari cheklanmagan, ko'pgina imkoniyatlar mavjud bo'lgan massiv bilan ta'minlash maqsadi bo'lgan. Va hozirgi paytda subsidiyalar shu kungacha adashmasam 103 trillion subsidiya va ipotekalar ajratilgan hozirgi paytgacha. Ko'radigan bo'lsak, oldinlari Toshkent shahridan yo bo'lmasam boshqa shaharlardan uy joy sotib olish hammaning imkoniyati bo'lmagan. Yo bo'lmasam soxta migratsiya bo'lgan oldin. Soxta migratsiya deydigan bo'lsak, faqatgina shaharda muqom yashab turish uchun propiska bo'lish shart bo'lgan. Hozir bu narsa mavjud emas. Ya'ni xohlagan odam kelib, xohlagan joydan uy sotib olishi mumkin. Bu hali oxirgi nuqtasi emas. Ya'ni u narsa shaharsozlik bizda bundan bu yoqqa faqat rivojlanadiki, orqaga ketmaydi. Bular yuqorida aglomeratsiya dedilar. O'zi nima degani mana shu aglomeratsiya? Hozirgi kunda bu so'z juda ko'p ishlatilayotgan so'z bo'lib qoldi. Sababi aglomeratsiya deganda bir markazni, ya'ni yadroni atrofidagi yo'ldosh shaharchalar bilan bog'lanuvchi deganimizda har tomonlama bog'lanish, ya'ni muhandislik tarmoqlari, yo'l, kommunikatsiyalar, energetika, ijtimoiy bog'lanuvchi omillardan tashkil bo'ladigan atama aglomeratsiya. Aglomeratsiya deganda bu nafaqat yo'l bilan yoki infrastruktura bilan bog'langan bo'lgan hudud. Bitta narsani ta'kidlab o'tishim kerak, bu hududda administrativ chegarasi mavjud emas. Ya'ni bu hudud aglomeratsiya chegaraga bog'lanmagan. Chegaraga bog'lanmagan holda o'zini o'zi o'stiradigan bir hudud. Birinchidan aholining soni ko'payishi, aholining ish bilan ta'minlanishi va o'sha aglomeratsiya hududida yashaydigan aholi markazga, ya'ni yo'ldosh shaharchalardan qatnaydigan tizimni yaratadigan hudud. Endi mana respublika bo'yicha 45 ta mana shunaqa aglomeratsiya hududlarini tashkil etish ko'zda tutilgan ekan. Strategiyada bu ko'rsatilgan. Demak, mana barqaror shahar degan platforma ham ishga tushirilishi rejalashtirilgan ekan o'zi. Bu hududiy rivojlanishga o'zi qanday ta'sir ko'rsatadi? Ya'ni ahamiyati nimada mana shu aglomeratsiya hududlarini? Hududiy rivojlanish deganda faqat bunda maktab, ijtimoiy obyektlar, ishlab chiqarish hammasida birdaniga rivojlanish ko'zda tutilgan. Faqat bitta yo'nalish bo'yicha emas. Har tomonlama rivojlanish ko'zda tutilgan. Aglomeratsiya hududini biz shaharsozlik normalari asosida tashkil qilingan bir hudud desak bo'ladimi? Yo'q, monotentrik aglomeratsiya bor va politsentrik aglomeratsiya bor. Hozirgi paytda agar Toshkentni ko'radigan bo'lsa, bu monotentrik, ya'ni mono bitta yadroga ega. Politsentrik bo'lsa bir nechta yadroga ega deb tushuncha. No, bizda hozirgi paytda shakllanayotgan bu monotentrik. Markaz bitta, yadro bitta va o'sha yadroga qarab turib boshqa shaharlar intiladi. Agarda biz aglomeratsiyani nazorat qilmasak, yo bo'lmasam uni shaharsozlik hujjatini ishlab chiqmaydigan bo'lsak, butun dunyo tilida aytadigan bo'lsak, xaosni yaratadi. Deylo, ichki migratsiya bizda doimo bo'lgan va uni hech qachon biz inkor qila olmaymiz. Chunki aholi yaxshi yashash xohlaydimi, u narsa tabiiy holda rivojlanadi. Va aglomeratsiyaning bitta asosi borki, aholi bitta joyga muqom ko'chdimi, u bilan o'zini oilasi ko'chadi, farzandi ko'chadi. Aytganlaridagi agar bog'cha, maktab, yo'l, infratuzilma hammasini yuklamalari bilan biz birga hisoblamasak, bu aglomeratsiyaning xaosning rivojlanishi hududni tartibsiz shaharsozlik hujjati mavjud bo'lmagan shaharga aylantiradi. 14 ta viloyat, ya'ni viloyat markazlari aglomeratsiya markazi hisoblanadi va ularga bog'lab turuvchi chegarasidagi hududlar
aglomeratsiya hududini belgilangan. Raqamlashtirish jarayonlari hozir har bitta sohaga kirib boryapti va o'zi tizimni raqamlashtirish qanday imkoniyatlarni bermoqda va fuqarolarga uni foydasi nimada? Hozirgi lavhada bu haqda batafsil to'xtalamiz. Yangi xonadon xarid qildingiz va sizni qurilish o'z vaqtida tugallanadimi? Yangi uy atrofida maktab, bog'cha va poliklinika bo'ladimi yoki to'lagan pullarim xavfsizmi kabi savollar qiynab kelyapti, shundaymi? Bu aslida birgina sizni emas, balki minglab o'zbekistonliklarni o'ylantiryapti. Chunki odamlar o'z uyiga ega bo'lish uchun yillar davomida harakat qiladi, mablag' yig'adi va katta umidlar bilan xonadon sotib oladi. So'nggi yillarda mamlakatda uy-joy qurilishi misli ko'rilmagan sur'atlarda o'sdi. Biroq bu jarayon bilan birga ayrim muammolar ham yuzaga chiqmoqda. Infratuzilmasiz qurilgan massivlar, tugallanmay qolgan obyektlar, tartibsiz kengayayotgan shaharlar va ortib borayotgan transport yuklamasi shular jumlasidandir. Aynan shu muammolarni hal etish maqsadida urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish milliy qo'mitasi tashkil etildi. Mazkur tuzilma urbanizatsiya, arxitektura, iqtisodiyot va ijtimoiy siyosat yo'nalishlarini yagona tizimga birlashtiruvchi muhim markaz sifatida faoliyat yuritmoqda. Qo'mita oldiga qo'yilgan asosiy vazifalardan biri shaharlarning tartibsiz kengayishining oldini olishdir. Respublika bo'ylab 45 ta agglomeratsiya hududlarini shakllantirish hamda barqaror shahar platformasini ishga tushirish rejalashtirilgan. Bu esa yangi uy-joy massivlari qayerda va qanday qurilishi, transport infratuzilmasi, ekologik muvozanat hamda aholi zichligi kabi masalalarni oldindan hisobga olish imkonini beradi. Yana bir muhim yangilik uy-joy yagona raqamli urbanizatsiya platformasining yaratilishidir. Yangi tartibga ko'ra maktablar, poliklinikalar, muhandislik tarmoqlari va zarur boshqa kommunikatsiyalar turar joylar bilan bir vaqtda yoki ulardan oldin barpo etilishi shart. Bu esa yangi massivlarda yashovchi aholining yillar davomida zarur xizmatlardan mahrum bo'lib qolishining oldini oladi. Uy-joy bozorida xaridorlarni eng ko'p xavotirga soladigan masalalardan biri tugallanmay qolgan qurilishlar desak adashmaymiz. Shu sababli O'zbekistonda ilk bor escrow nomli hisobvaraqlar tizimi joriy etilmoqda. Mazkur mexanizm orqali fuqaro to'lagan mablag'lar quruvchi kompaniya hisobiga emas, balki bankda saqlanadi va uy foydalanishga topshirilgandan keyingina quruvchiga o'tkaziladi. Bu tizim bir vaqtning o'zida ikki tomon manfaatini himoya qiladi. Xaridor o'z mablag'larining xavfsizligiga ishonch hosil qilsa, quruvchi esa qulay va samarali loyihani moliyalashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Zamonaviy urbanizatsiyada o'sha vertikal o'sish konsepsiyasi nima va uni afzalliklari o'zi nimada? Nima degani bu vertikal o'sish? Vertikal o'sish deganda bu davlatni yaqin kelajak uchun tashkillashtiriladigan strategiyasi. Tarixda O'zbekiston hududidagi shaharlar asosan suv bor joyda rivojlangan shaharlar. Hozirgi kunda yiliga 800 mingdan ortiq aholi soni ko'payib kelyapti. 1 million deyavering bemalol. 1 million desa ham bo'ladi. Vertikal o'sish deganda hozirgi aholi punktlar, shaharchalar va shaharlarni zichlashtirishdan iborat. Ya'ni bunaqasiga. Yuqoriga, ya'ni vertikal. Gorizontal emas, vertikal. Cheklangan resurslar mavjud bo'lganligi sababli ularni aytganlaridagi faqatgina ko'ndalangiga emas, ya'ni lalma yerlarni hisobiga emas, balki uni vertikal tepaga qarab rivojlantirish va keyinchalik ekin yer maydonlarini saqlab qolish, bonitet yuqori bo'lgan yerlarni saqlab qolish Ya'ni maqsadi. ko'p qavatli inshootlar sonini ko'paytirish. Hozirgi kunda ko'p qavatli uylarning 40% dan oshig'ini 2-3 qavatli uylar tashkil qiladi. Shularni o'rniga ijtimoiy soha obyektlari bilan birgalikda yashil maydonlar bor hududlar bilan birgalikda ko'p kvartirali uylar, vertikal o'sish, baland imorat binolarini qurish ko'zda tutilgan o'zi. Masalan, o'sha Tokio deylik, Yaponiyada bo'lib qaytdim. Bu yerda aholi juda zich joylashgan, chunki aholi soni juda ko'p, hudud kichik. Ya'ni shuni hisobiga, demak, u yerda asosan o'sha ko'p qavatli uylarga ko'zimiz tushadi, ya'ni osmono'par imoratlar. Urbanizatsiya faqat shaharlarga yoki bir poytaxtga tegishli masala emas. Bu borada viloyatlarimizda qanday ishlar olib borilmoqda? Qashqadaryodan tayyorlangan Qarshi City haqidagi lavha bilan mavzuni davom ettiramiz. Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumani hududida bunyod etilayotgan yangi O'zbekiston massivi mamlakatimizda urbanizatsiya jarayonlarini yangi bosqichga olib chiqayotgan yirik loyihalardan biridir. Zamonaviy shaharchada ko'p qavatli uy-joylar, ijtimoiy soha obyektlari, yashil hududlar hamda muhandislik infratuzilmasi uyg'un holda barpo etilayotgan aholi uchun qulay va xavfsiz yashash muhitini yoritishga xizmat qilmoqda. Bu esa urbanizatsiya faqat qurilish emas, balki inson manfaatlariga yo'naltirilgan kompleks taraqqiyot ekanini namoyon qiladi. 54 ta 4095 xonadonli ko'p
qavatli turar joylar qurilishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari bu massivimizga ijtimoiy infratuzilma obyektlari, 100 qatnovli oilaviy poliklinika, 504 o'rinli ixtisoslashtirilgan maktab, 360 o'rinli maktabgacha ta'lim muassasasi, yo'l infratuzilma obyektlari, obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlari olib borilmoqda. Aholi sonining ortishi va uy-joyga bo'lgan ehtiyojining yildan-yilga kuchayib borishi sharoitida Qarshi tumanidagi mazkur massiv yuzlab oilalarning orzusini ro'yobga chiqarayotgan yangi manzilga aylanmoqda. Ayniqsa zamonaviy ko'p qavatli uylar, maktab, bog'cha, poliklinika va xizmat ko'rsatish obyektlarining bir hududda joylashishi fuqarolarga barcha qulayliklarni yaqin masofada taqdim etadi. Bu esa davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilayotgan zamonaviy va barqaror shaharlik turmush tarzining amaliy ifodasidir. Qarshi tuman Yangi O'zbekiston massivida 26,6 gektar yer maydonida ko'p qavatli turar joylar qurilishi reja olib borilmoqda. Viloyat hokimligi tomonidan takliflar berilgan, mahalliy hokimiyat idoralari, tashkilotlar, birlashmalar hammasi mana shu Yangi O'zbekiston massivi hududidan qo'shimcha yer ajratilib, ko'chirib olib kelinishi rejalashtirilmoqda. Bugun Yangi O'zbekiston massivi nafaqat Qarshi tumanining yangi qiyofasini yaratmoqda, balki hudud iqtisodiy faoliyatining ortishi, yangi ish o'rinlarining yaratilishi va investitsiyalar jalb etishiga ham xizmat qiladi. Keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari natijasida ushbu hudud yaqin yillarda Qashqadaryoning eng zamonaviy va jozibador maskanlardan biriga aylanishi kutilmoqda. Bu esa Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida belgilangan urbanizatsiya va farovon hayot sari dadil qadamlarning yorqin namunasi bo'lib qoladi. Ekologik qurilish va yashil standartlar o'sha kelajak shaharlar uchun qanchalik muhim? Aholi soni ko'payyapti, infratuzilmaga talab oshyapti, uni sifati so'roq ostida haligacha. Shu vaziyatda demak o'sha bizga hozir har bitta sohamizga yashillik kirib keldi, to'g'rimi? Albatta, shahar bo'ladimi, bu atrof muhitga zararsiz bo'lmaydi. Bu degani bunga ham tayyor turishimiz kerak. Bu yashil zonalarning o'rniga qurilishlar bo'lib, mana yirik shaharlarni misol qiladigan bo'lsak, Nyu-York deymiz, misol tariqasida mana vertikal qurilishlar, zich shaharlarda ularda alohida xiyobonlar, alleyalar deydi, bog'lar, mana bog'lar. Har qadamingizda shunaqa bog'larga ko'rishasiz. Alohida bularda shunaqa bog'lar. Mana bu masalalar ham. Endi bizda ham Toshkent shahri misolida aytadigan bo'lsak, kishi jon boshiga 3 kvadrat metrdan 6 kvadrat metrga yashillikka yetkazishni maqsad qildik. Massivlar, hududlarni, shaharlarni kengaytirishda 2% mablag'ni yashillashtirishga yo'naltirish. Maqsad qo'yganmiz 2030-yilga kelib issiqxona gazlarini qisqartirish. Endi mana shu qat'iy talab asosida belgilanganmi mana shu yashil standartlarni joriy qilish? Qat'iy tartib bilan belgilandi. Mana joriy yil 1-iyundan boshlab Toshkent shahrida quriladigan qurilishlarni 30% yashil hudud bo'lishi qat'iy belgilangan. Hududlarda o'sha hajmidan 2% dan kam bo'lmasligi belgilab qo'yilgan. Qo'shimcha qiladigan bo'lsak, 2030-yilga kelib yashil hudud umumiy O'zbekiston bo'yicha 25-30% yetkazib, yiliga 2 million ko'chatdan ekib, 2030-yilga 2 milliardga yetkazish ham maqsad qilib ko'rsatilgan. Endi yashil standartlar deganda biz faqat o'sha daraxtzorlar, bog'larni emas, balki o'sha yashil iqtisodiyot, yashil energetikani ham nazarda tutishimiz kerak. Ya'ni shu qurilayotgan imoratlar bu yog'iga mana shu yashil standartlar asosida belgilanishi ham bor, to'g'rimi? Bu resurslar ham cheklanmagan emas-da. Yashil standartlar deb to'g'ri aytasiz. Qurilish materiallarini issiqlik o'tkazuvchanligi, yozda misol uchun salqinligi, qishda issiq tutishi, mana bularni hammasini yashil standartlar orqali amalga oshiramiz. Rivojlangan davlatlar ekologik ekspertiza xulosasi bu 70-80-yillarda rivojlangan davlatlarda bu masalalar kirib kelgan. Bizda endi 2000-yilda bu kirgan, lekin bular tavsiya ma'nosida tavsiyaviy xarakterga ega bo'lgan. Mana buni ham juda o'rganib chiqib 2025-yilda ekologik ekspertiza to'g'risidagi qonunga qo'shimcha o'zgartirishlar kiritilib, demak talablar tavsiyaviy xarakterga ega bo'lgan, shuning uchun istagan odam uni bajargan, istamagan bajarmagan. Ammo o'sha 2025-yildagi o'sha noyabr voqealari deymiz hozir, poytaxt havosini ko'rdik, qanaqa ifloslanganini. O'shandan keyin juda katta bir rezonans keltirib chiqardi bu holat va qator hujjatlar qabul qilindi va unda hozir majburiy tartib asosida qabul qilindi, deyapsiz mana shu. 15 daqiqalik shahar konsepsiyasi haqida juda ko'p gapirilmoqda. Bu modelda nimalar ko'zda tutilyapti va bu konsepsiya aholi hayotini qanday o'zgartiradi? Qanday shahar o'zi bu 15 daqiqalik shahar? Hozirgi paytda bu narsani yangi Toshkentga tatbiq qilishyapti. Masalan, Google syomkadan
qarasak, yangi Toshkent hududida oldin bunaqa jadal rivojlanishlar bo'lmagan. Hozir ko'radigan bo'lsak, hammasi reja bo'yicha ketyaptiki, u yerda yashaydigan aholiga hali aytganlaridagi bog'cha, maktab, ijtimoiy soha obyektlari, parklar, ularni ishga borib qatnashishi hammasi 15 minutlik yo'l atrofida bo'ladi. Deylu, uni ishxonasi 15 minutlik yaqinlikda bo'lishi uchun o'sha atrofdan unga uy sotib olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Bolasini joylashtirayotganda uni bog'chasini ko'zlaydi. Ertalab ishga kechga qolmasligi uchun bolasini maktabga tashlab, bog'chasiga tashlab ham xuddi o'sha 15 minutlik shahar atrofida bo'ladi. Karlo Mareno Fransiyada birinchi o'ylab topilgan 15 minutlik shahar va u narsani pandemiya paytida yaqqol misolini ko'rishdi. O'sha paytda avtomobillarning harakatlarini cheklandi. Ma'lum bir yo'llarni faqatgina piyodalar yo'liga yo bo'lmasam velosiped harakatlanishi uchun yo'l qilib qoldirishdi. O'sha paytda eksperiment tariqasida, ya'ni majburiy qilib velo yo'laklar tashkil qilindi. Shuni ko'rishimiz mumkinki, ular haligacha ham o'z funksiyasini yo'qotmagan. Merlar bu narsani ko'rdi, hokimlar ko'rdiki, bu odamlarga qanchalik qulaylik yaratyapti. Avtomobildan voz kechish qanchalik qulaylik yaratyapti va sog'lom turmush tarziga ular qaytyapti. O'shani ko'rgan holda 15 minutlik shahar konsepsiyasini ular hayotga tatbiq etdi va hozirgi paytda ularda bu narsa yaxshi natijaga erishilyapti. Shu tajribalarni ko'rgan holda biz ham yangi Toshkentga birinchi gal tatbiq qilinish boshlandi. Xudo xohlasa agar o'xshasa, yana boshqa hududlarda ham bu narsani muqom targ'iboti olib boriladi. Biz aytishimiz mumkinki, bosh rejani hozirgi paytda qilinayotgani, siz aytayotgandek 15 minutlik shahar konsepsiyasi inobatga olinyapti. Piyodalar yo'lagi, velo yo'laklar hammasi yo'l qirqimlarida majburiy tarzda ko'rsatilyapti. Juda kerakli loyiha ekan 15 daqiqalik shahar. Masalan, gaplashganimizda ko'pchilik aytadi, endi hozir shaharni tark etib, shahar chekkasidan bir uy olib yashaydigan payt keldi. Bu suburbanizatsiya deb hisoblanadi. Ya'ni rivojlanishi yuqori cho'qqisiga yetgan aholi, ya'ni urbanizatsiyadan charchagan aholi suburbanizatsiya, ya'ni shahar tashqarisidan ko'chishi, o'ylashi bu suburbanizatsiya hisoblanadi. Bu keyingi bosqich demak. Bu keyingi bosqich. Demak, biz o'sha keyingi bosqichga qadam qo'yib ulguribmiz. Qo'yib ulgurdi, chunki shaharda muqom yashaydigan aholi shaharga intilmaydi. Shunaqa. Balkim u tinch hayot xohlaydi, yerni sog'inadi, baribir bu narsaga o'zi xohlab tark etyaptimi shaharni? Bu narsa bizda yuqori cho'qqiga yetganimizdan bitta misol bo'la oladi. Bu yuqori cho'qqiga yetgan bilan ham bog'liq. Yana mana shunga majbur bo'lish ham bor-da. Shu jihat ham bor. Ya'ni o'sha siz aytayotgan o'sha 15 daqiqani ichida agar o'sha farzandini bog'chaga yoki maktabga olib bora olsa mayli edi. Lekin ertalab ko'rish mumkin tirbandlikni. Ya'ni o'sha qaysidir nuqtadan keyingi nuqtaga olib borish uchun soatlab vaqt ketgan paytlar bor-da. Shu jihatdan mana hozir meni xursand qilayotgani, mana talablar qo'yilyapti-ku, masalan tadbirkorlarga uy qurilishida albatta shu siz aytayotgan infratuzilmani yaqin qilib qurish. Ya'ni o'zini bog'chasi oldida, o'zini o'sha maktabi, ijtimoiy obyektlari, ya'ni o'sha poliklinikasi, ya'ni aholi har doim borishga talabi bor manzillar demak yon atrofda bo'ladi va chekkaga chiqishga ehtiyoj qolmaydi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, ko'p qavatli uy quryapti. Unga talab qo'yiladi. O'zingni bog'ingni yaratasan, o'sha aholi o'sha yerda atrofida aylansin, uzoq ketmasin. Yo bo'lmasam parkovkasini, muammosini hal qilgan deydi. Deylik, birinchi, ikkinchi etajni sen ijtimoiy obyektlar uchun mo'ljallaysan. Bog'cha bo'ladimi, xususiy bog'cha bo'ladimi, davlatniki bo'ladimi, uni hududi bilan alohida ajratasan degan talablar qo'yilyapti hozirgi paytda. Bu biz deydigan bo'lsak, soxta probkalarni sal bo'lsa ham yengillashtiradi. Bizda studiyamizda sizlardan tashqari sun'iy idrokka ega ekspertimiz ham bor. Ismi Donoxon. Donoxondan so'rab ko'ramiz. O'zbekistonning 2050-yilgi ideal shahrini loyihalash vazifasi agar sun'iy idrokka berilsa, undagi 3 ta eng muhim xususiyat qanday bo'ladi? Birinchisi, inson uchun qulay shahar, ya'ni ish joyi, maktab, shifoxona va dam olish maskanlari aholi yashash hududidan 15-20 daqiqalik masofada bo'lishi lozim. Odamlar vaqtini yo'l tirbandligida emas, oilasi va shaxsiy rivojlanishiga sarflaydi. Ikkinchisi, aqlli va ekologik shahar. Energiya asosiy qismi quyosh va shamol kabi qayta tiklanadigan manbalardan olinadi. Suv va elektr sarfi sun'iy idrok yordamida boshqarilardi. Bu esa resurslarni tejash va ekologik barqarorlikni ta'minlardi. Uchinchisi, xavfsiz va shaffof boshqaruv. Sun'iy idrok transport oqimi, favqulodda holatlar va shahar infratuzilmasini doimiy tahlil qilib turadi. Davlat xizmatlarining aksariyati raqamlashtirilgan bo'ladi. Natijada fuqarolar xizmatlarni tez va ortiqcha qog'ozbozliksiz oladi. Donoxonimiz menimcha yangilik aytgani yo'q, to'g'rimi? Ya'ni aynan mana shu aytgan har bitta xususiyati hozir
ko'zda tutilgan. Albatta, har bir aytilgan fikr hozir urbanizatsiya bilan bog'liq bo'lgan fikrlar. Men hamma narsani sizlarga ketma-ketlikda tushuntirib berishga harakat qilaman. Ya'ni raqamlashtirishdan boshlab hozirgi sun'iy intellektimiz, ya'ni Donaxon bergan tavsiflari bo'yicha hozirgi kunda developerlar qurilish jarayonini eng yuqori pog'onalarga yetib keldi va stagnatsiya boshlandi. Stagnatsiya deganda quruvchilar sotishga qulay joylardan yerlarni sotib olishni boshladi va bu og'irlik davlat zimmasiga tushdi. Chunki qurilish nuqtalariga yo'llarni olib borish, u yerga muhandislik kommunikatsiya tarmoqlarini olib kelish yoki mavjud muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari u yerda ilgari deylik 2 qavatli, 3 qavatli bino bo'lsa, hozir uni o'rniga 16-20 qavatli bino tushadigan bo'lsa, bu yuklamalarni ko'tara olmaydigan infrastruktura stagnatsiyasiga olib keldi. Mana shunaqa narsalarni inobatga olgan holda urbanizatsiya milliy qo'mitasi aniq dasturlarni yaratib kelmoqda. Va bu dasturlarda aytganimdek, O'zbekiston yetuk mutaxassislari, arxitektorlari, quruvchilari, developerlari ishtirok etishadi. Ya'ni biz vaziyatni yaxshilay olamizmi? Albatta, chunki bu narsa nafaqat odamlarning ongida, balki kerak bo'lsa normativ huquqiy hujjatlarda ham aks ettirilgan bu narsalar. Vaziyatni to'g'rilash bu avvalambor qurilish jarayonini tartibga solish. Endi mana siz mana shu jarayonda faoliyat yuritayotgan inson sifatida nima deb ayta olasiz? Shu dunyodagi qaysi shaharlar urbanizatsiya bo'yicha eng muvaffaqiyatli tajribaga ega va biz ulardan nimani namuna qilsak bo'ladi? Urbanizatsiyani miqdori oshgandan keyin biz xalqaro standartlarni ham nazarda tutishimiz kerak. Ya'ni bu barpo etilayotgan uylarni ekologiya ta'sirini. Jahon tajribasida Buyuk Britaniya, Amerika standartlari bor va Yevropa ittifoqi standartlari bor. BREEAM, LEED, EDGE degan standartlari bor. Ya'ni bu barpo etilgan bino atrof muhitga qanaqa ta'sir ko'rsatadi. Amaldagi qonunchiligimizga chet el tajribasini olib, kopiyasini, nusxasini ko'chirib buni tatbiq qila olmaymiz. Bu narsani tajribasini o'rganib, bu narsani 1-2 yilda alohida bir hududlarda tajribadan o'tkazib, keyin keng ko'lamda butun respublikamizda tatbiq qilish nazarda tutilgan. Bu narsa ham bizni urbanizatsiya milliy qo'mita tarafidan ishlab chiqarilgan normativ hujjatlarda ham aks ettirilgan. 21-asr shaharlar asri sifatida e'tirof etilmoqda. Bugungi kunda dunyo aholisining yarmidan ko'pi shaharlarda istiqomat qiladi va bu ko'rsatkich kelgusi 10 yilliklarda yanada ortishi kutilmoqda. Shu bois urbanizatsiya nafaqat aholi sonining shaharlarga ko'chishi, balki iqtisodiy o'sish, innovatsiyalar va hayot sifatini yaxshilashning muhim omiliga aylanmoqda. Dunyoning eng muvaffaqiyatli urbanizatsiya tajribalaridan biri Singapur misolida ko'rinadi. Hududi kichik bo'lishiga qaramay, bu shahar davlat puxta rejalashtirish, zamonaviy infratuzilma va sifatli uy-joy siyosati orqali yuqori yashash standartlarini yaratishga muvaffaq bo'lgan. Singapur tajribasi shuni ko'rsatadiki, shaharlarni rivojlantirishda yangi binolar qurishning o'zi yetarli emas, balki transport, ta'lim, sog'liqni saqlash va yashil hududlarni birgalikda rejalashtirish muhimdir. Janubiy Koreya poytaxti Seul ham raqamli texnologiyalar yordamida samarali boshqaruv tizimini shakllantirgan. Shaharlardagi ko'plab xizmatlar onlayn platformalar orqali boshqariladi. Transport harakati esa zamonaviy texnologiyalar asosida nazorat qilinadi. Natijada aholiga qulaylik yaratilgan va shahar boshqaruvi samarador oshgan. Bu tajriba O'zbekiston uchun ham dolzarb bo'lib, aqlli shahar konsepsiyasini kengroq joriy etish zarurligini ko'rsatadi. Ekologik jihatdan barqaror urbanizatsiya masalasida Daniyaning Kopengagen shahri alohida e'tiborga loyiq. Bu yerda velosiped va jamoat transporti rivojlantirilgan bo'lib, avtomobillarga qaramlikni kamaytirishga erishilgan. Natijada havo sifati yaxshilanib, aholi salomatligi va yashash muhiti sezilarli darajada rivojlangan. O'zbekistonning yirik shaharlari uchun ham ekologik muammolarni kamaytirishda ushbu tajriba muhim ahamiyat kasb etadi. Braziliyaning Curitiba shahri esa nisbatan kam xarajat evaziga samarali transport tizimini yaratgani bilan mashhur. Maxsus avtobus yo'laklari va integratsiyalashgan jamoat transporti tarmog'i orqali shahardagi tirbandlik kamaytirilgan. Bu model aholisi tez sur'atlarda o'sib borayotgan shaharlar uchun amaliy va iqtisodiy jihatdan maqbul yechim sifatida baholanadi. Niderlandiyaning Amsterdam shahri urbanizatsiyada inson manfaatlarini birinchi o'ringa qo'ygan yondashuvi bilan ajralib turadi. Shahar infratuzilmasi piyoda va velosipedchilar uchun qulay tarzda tashkil etilgan. Bu esa nafaqat transport
transport tizimini yaxshilagan, balki aholining ijtimoiy faolligi va hayot sifatini ham oshirgan. Kelajakda Toshkent, Buxoro, Samarqand, Namangan, Andijon va Farg'ona kabi tez rivojlanayotgan shaharlar xalqaro tajribalarni o'z sharoitlariga moslashtira olsa, urbanizatsiya mamlakat iqtisodi va aholi farovonligini oshiruvchi muhim omillardan biriga aylanishi mumkin. Shu jihatdan Singapur, Seul, Kopengagen, Kuritiba va Amsterdam tajribalari O'zbekiston uchun ham nafaqat namuna, balki amaliy rivojlanish yo'nalishlarini belgilab beruvchi muhim maktab vazifasini o'taydi. Urbanizatsiya saviyasi 1% ga oshsa, aholining turmush darajasi va uni indikatori u ham 1% ga oshar ekan. Demak, shunga bog'liq. Bog'liq. Biz qurilishda shunaqa ilg'or tajribaga ega bo'ldikki, kerak bo'lsa mana Yevropa standartini ham seysmik jihatidan mana Toshkent City'da osmon o'par binosini ham qurishga erishdik, misol uchun. Developerlar xohlagan joyda emas, sotishi qulay bo'lgan, oson bo'lgan joylarda asosan qurilish ishlarini olib borishyapti. Urbanizatsiya deganimizda biz butun respublika hududida osmon o'par ko'p kvartirali uylarni qurish imkonini yaratuvchi tizimni yaratishimiz kerak. Ana o'sha joylarga muhandislik infratuzilmani olib kirishimiz kerak. Rahmat. Urbanizatsiya bu faqat binolar qurish emas, bu inson uchun qulay muhit yaratish degani. Yangi O'zbekistonda qurilayotgan shaharlar va massivlar nafaqat beton va temirdan, balki o'sha zamonaviy g'oyalar, innovatsiyalar va eng muhimi inson manfaatlari asosida barpo etilayotgani aytilmoqda. Gapiringda bugunga yetarli. Keyingi dasturlarimizda muhim mavzular tahlilida ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.